Assalomu alaykum hammalarga. Bugun Alfraganovda shou-rumimizda qanaqa mebellar bor, nima yangiliklar bo'ldi, shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi bu tomondan ko'radigan bo'lsak, bu tomonda hammaga juda ham bir manzur keladigan, dizaynlari ham boshqacha bo'lgan panda modelimiz. Bu modelimizni razmerlarini 240, divani 240 bo'ladi, kreslosi 70 ga 90 bo'ladi. Bu modelimizda kreslolari 160 gradusga aylanadi. Materiallariga alohida e'tibor berasizlar. Materiallari Turkiyaning eng zo'r supermo'sh materiallaridan foydalanamiz. Mexanizmlari Turkiyaning mexanizmi bo'lib, 5 yil sifatiga garantiya beramiz. Ishlash muddatlari 15 yil, 20 yil sizni bemalol xizmatingizni qilib beradi. Uyingizga olib qo'yadigan bo'lsangiz bormi? Xohlagan dizayningizni yaratadi bu model. Kesib tashlash kerak. Gapiravering, kesib. Da, gapiravering. Uyingizga olib qo'ysangiz bormi? Uyingizni siz xohlagan dizaynga shundoqqina quchoqlab oladi. Ikkinchi modelimiz Raffaello troykamiz. Bu troykamizni oxirgi Vistifkada, Italiyada Vistifkadagi modellarda dizaynidan o'g'irlab turib ishlaganmiz. Spinkalari orqaga suriladi. Spinkalarni orqaga sursalaringiz bo'ladi. Yotgani kengroq joy hosil bo'ladi. Mexanizmlari Turkiya mexanizm. Materiallari polskiy materiallardan bo'ladi. Mana materiallarimizning sertifikatlarigacha bor. Firmenniy ish, har bitta ishlatilgan mahsulot sertifikatlarigacha bor. Oyoqlari %100 yong'oqdan ishlatamiz. Faqat yong'oq ishlatamiz oyoqlariga. Chunki yong'oq juda ham baquvvat, ishlash muddati juda ham uzoq. Razmerlari 230 bo'ladi. Divanning razmeri 230 bo'ladi. Kresloniki 90 ga 70 qilib ishlangan. Buni o'ziga moslab mana jurnalnilarini ham ishlab chiqarganmiz. Konsept qilib olsalaringiz bo'ladi. Yana bir bu modelimizning afzallik tomonlaridan biri mana oxirgi dizayn bo'yicha hozir trendda bo'layotgan qo'llari yong'oqdan boshqa mebellardan ajralib turadi. Yana sizlarni tanishtiradigan bo'lsak, bu yerda mana Milano troykamiz. Milano troykamiz ham bu yil yangi sveji chiqqan dizayndan ko'chirganmiz. Birga bir qilib dizaynlarini ko'chirganmiz. Bularni o'zi originalini chetdan olib kiraman desangiz, sizga olib kirib 3 kun ichida 3-4 ming dollarga aylanadi. Biz endi xalqqa juda ham mamnun bo'lsin, qulay bo'lsin, bemalol bu joylarni kesib tashlasa. Bu mebel o'zi originalini chetdan olib kiraman desangiz 3 ming 4 ming dollarga aylanadi. Biz endi xalqqa osonroq bo'lsa, hammani ham cho'ntagi 3-4 ming dollarga ko'tarmaydi. Shuni bu yerda o'zimiz chiroyli holatda chiqarganmiz. Narxlari ham juda ham hamyonbop. Undan nima deydi? Ancha arzonga xarid qilsangiz bo'ladi, lekin sifatlarini bemalol o'sha chetdan kelgan mebelingiz bilan solishtirsangiz bo'ladi. O'zi ko'pchilik o'ylaydi, chetdan mebeli zo'r deydi. Bu fikr endi ko'pchilik hozir o'zi tushunib ham boryapti. Mana Xitoydan olib kirishadi, Turkiyadan olib kiradi. Lekin mana kelgandan keyin, ochib ko'rgandan keyin yoki ishlatib ko'rgandan keyin sifatini qanaqaligini ko'pchilik bilyapti. O'zimizni mebellarda, chet el mebellaridan farqini yana bir zo'r tomoni, siz xohlagan rangda zakaz bersangiz bo'ladi. Chetdan olib keladigan bo'lsangiz yoki chetdan kelgan mebelni o'sha rangini olishingiz mumkin. Yoki razmerini o'zgartirib, mesnida razmerini o'zgartirib, uyingiz joyidan kelib chiqib turib yasasangiz ham bo'ladi. Chet el mebellaridan hech joyi kam emas. Men misol o'zim uchun bemalol ayta olaman. Mana shu turgan modellarim hammasini shu chet elda 4 ming 5 ming dollarlik narxdagi mebelni olib keling, solishtiramiz. Sifati kimiki yuqorida bemalol o'zim ishonch hosil qilib ayta olaman. Bizning mebellar hech qaysi chet elli mebelidan kam joyi yo'q. Bu mebelimizning razmerlari 70 ga 70 bo'ladi, divanidagi, ya'ni 70 sm. Kreslosiniki divanining razmerlari bo'lsa 230 ga bo'ladi. Bu mebelimiz ham mexanizmli bo'lib, spinkalari orqaga suriladi. Materiallari Turkiya, oyoqlari yong'oqdan ishlangan. Endi
tomonda ko'rishingiz mumkin. Operatorimiz hozir chiqib olsin endi. Marjon degan yangi model ishlab chiqdik. Bu modelimiz yana bir kun bo'ldi. Xudo xohlasa kecha olib kelib qo'yganmiz. Hali yangilik. Iminni shu modelni Italiyadan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, 120 million, 130 millionga sizga kelib tushadi. Iminni shu turishini, shu ko'rinishini zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bu italyanskiy fason, italyanslar ishlab chiqarilgan. 120 million, 130 million. Bizga undan ancha arzon narxda bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Dizaynlarini birga bir qilib, xudo xolasa chiqarganmiz. Hali bunaqasi O'zbekistonda yo'q. Xudoga shukr, bitta biz harakat qildik, chiroyli qilib chiqarishga. Sifatlari ham juda ham a'lo, materiallari biz o'zi faqat Turkiya yoki polskiy material ishlatamiz. O'shuncha materiallarni ham ta'kidlab o'tmayman, materiallariga 5 yil garantiya beramiz. Oyoqlari bitta ko'jadan ishlangan, o'rtadagi barglarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Kalyonli oynalardan qilingan. Bunda o'tirsangiz quchoqlab oladi, quchoqlab. Yastiqni olib, katta qo'lingizga qo'yib qo'ysangiz, nima deydi, PlayStation o'ynasangiz ham bo'ladi, gastinaqa, dacha bo'lsa, dachalaringizga ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Uyingizni ko'rgiga ko'p qo'shib, juda ham bogatli qilib ko'rsatib beradi. Bu tomonda ham yana yangi modelimiz bor. Bu ham noodatiy dizaynga ega. Bu model ham O'zbekistonda bitta, Xudoga shukr. Bizdagi hamma modellar O'zbekistonda birinchi bo'lib olib kiramiz. Hali bunaqasi yo'q. Xarid qilsangiz faqat sizda bo'ladi. Bu modelimiz ham spinkalar ortiga suriladi. Oyoqlari yong'oq. Razmeri 230 bo'ladi divanniki, kresloniki 80 ga 70. Bu modelimiz ham materiallari juda ham boshqacha, ranglari bor. Ranglarga o'zlaringiz e'tibor beringlar. Ranglarini, razmerini sizlar xohishlaringizga qarab o'zgartirib ham yasab beramiz. Mana shu Meslining eng zo'r yutuq tomonlaridan ham biri xuddi shu. Ranglarini, razmerini moslab olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari agar nimadir uyingizga borganda defekt chiqsa, bemalol o'sha firmaga kelib yangisiga alishtirasiz yoki defektini to'g'rilatsangiz bo'ladi. Chet eldan olmoqchi bo'lsangiz, kelgan narsani ochasiz, defekt bo'lsa iloji yo'q. Ular vazrat qilib bo'lmaydi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, o'zimizda ham ishlab chiqaruvchilar hozir juda ham sifatiga e'tibor qaratishyapti. Sifatlarini yuqori darajada chiqarib berishyapti. Chet elda mebeldan umuman farq qilmaydi. Biz o'zimizning mesni mebellarni sizlarga tavsiya qilaman. Juda ham qulay tomonlari ko'p. Bu troykamiz Morena. Italyanslarni fasonidan ko'chirganmiz. Buni ko'proq o'zimiz dizaynlarni italyanslardan olamiz. Chunki nimaga? Moda ham Italiyadan chiqadi. Modani ham italyanslar yaratadi. Mebelni ham dizaynini italyanslar chiqaradi. Shuning uchun biz primoy birinchi qo'l olib italyanslardan ko'chiramiz. Buni kreslolariga alohida e'tibor beringlar. Bo'lichka bo'ladi. Shunaqa shaklda, bilasizlarmi? Shunaqa mana shu bo'lichkani shakliga o'xshatib kreslosini dizaynini lekin o'zimiz qilganmiz. Bir konstruktor do'stimiz bo'lgan, juda uni ham fantaziyasi kuchli. Kemashinga moslab turib, divaniga moslab turib kreslo qiladi degani shunaqa dizayndagi kresloni o'zimiz topgan. Buni avtori o'zimiz bo'lamiz. O'sha konstruktorim bilan topgan. Bo'lichkaga o'xshaydi. Divanini italyanslardan ko'chirganmiz. Bu ham juda ham noodatiy shaklda bo'lgan. Qaylarigacha material bo'ladi. Razmerlari 240 bo'ladi. Buni razmeri. Kreslosini diametri 1 metr. Diametrda yasalgan. Bu modelimiz ham agar kino zallaringiz bo'lsa yoki katta hollaringiz bo'lsa, mehmonxonalaringiz bo'lsalar juda ham chiroyli chiqadi. Sifatlari juda ham yuqori. Bu modelimiz faqat USB fanerdan yasalgan. Hech qanaqa tavrik goreka yoki boshqa narsalar ishlatilmagan. Faqat
OSB faneradan o'zidan yasalgan. Operatsiya yo'q. Bu tomonda ko'p misol san'atkorlarga ham qilib beryapmiz. Bu modelimizni buni ham o'zi italyanlardan ko'chirganmiz, originalini chiroyli holatda chiqarganmiz. Razmerlari 340 ta 320 qilib ishlangan. И uglovoylarimiz yana bir afzallik tomoni modulli sistemada yasaladi. Ya'ni xohlagan razmerda, xohlagan burchagingizga qo'yib olsangiz bo'ladi. Ko'p san'atkorlarga shu modellarimizdan qilib beryapmiz. Juda ko'pchiligiga ma'qul kelayotgan modellarimiz auto modelimiz. Buni ham materiallari Turkiya, paralonlar rossiyskiy paralonni ishlatamiz. Har bitta mahsulotimizga 5 yil garantiya beramiz. 5 yil ichida mabodo materiali cho'zilib ketishi mumkin yoki paralon o'tirib qolishi mumkin. Shu narsalardan muammo bo'lsa, sizga yappa-yangisini qilib beramiz. O'zingizlar ko'ringlar bu modelimizni ham. Har bitta modelni razmerini, rangini o'zgartirib yasasa bo'ladi, joylardan kelib chiqib. Bu tomonda eng hit продажадagi juda ham ko'p sotiladigan Luna modelimiz. Luna modelimizni mana konsept qilib qo'yib qo'yganmiz. Ikkita pufiga, ikkita kreslosi. Bu ham juda ham o'ta yumshoq. Kelib ko'rsalaringiz, o'zingizlar bilasizlar, materiallari polskiy material. Bu materialni alohida ta'kidlab o'taman. O'zi Amerikaga eksport bo'ladigan materialda Ardo Tekstil degan firma bor, material olib kelib shug'ullanadi. Biz shulardan material olamiz. Bular mana shuni O'zbekistonga importini olib kirishdi. Bu o'zi Amerikaga eksport bo'ladigan materiallar. Bu Luna modelimiz ham spinkalari orqaga suriladi. Spinkalarini orqaga sursak yotgani keng joy hosil bo'ladi. Mexanizmlari turetskiy. O'zi ko'pchilik kirib savol ham beradi. Bu turetskiy mahsulotni Turkiyanikimi yoki qayerdan olib kirasizlar, Xitoyda mahsulotimi deydi. Bular hammasi o'zimizda, O'zbekistonda, Toshkentda chiqadi. Oyoqlari juda ham buni baquvvat qilib ishlaydi. To'g'risi, klientlarga bemalol aytaman, tank olib kelib ustida yurgizdiring, hech narsa bo'lmaydi deyman. Razmerlari 340 ta 340 bo'ladi. Xohlasangiz shu ko'rinishda, xohlasangiz kreslosini, pufigini qo'shib olsangiz bo'ladi. Bu modelimiz o'rtasida ham o'ziga yarasha barniz stoljiklari bor. Sifati juda ham yuqori. Yana bitta eng zo'r modellarimizdan biri bu Minokki modelimiz. Bu modelimizni ko'proq zali katta yoki dachasi bor odamlar tavsiya qilamiz, chunki dachangizga olib borib qo'ysiz, to'g'risiga PlayStation qo'yib qo'ysiz, bu ham boshqacha turadi. Qilib ishlangan. Dizaynlari ham dizayn, uyda dizaynini tanlamaydi. Любой dizaynga tushib ketaveradi. Juda ham minimalizm va minimalizm ishlangan. Yumshoq o'tirganda o'z bilasiz yumshoq. Razmerlari uzun tomoni 4 yarim, ikkita yonini 220 dan qilib ishlaganmiz. Bu ham modulni xohlagan razmeringizda qo'yib olsangiz bo'ladi. Bu modelimiz mana o'ziga yarasha jurnallari ham bor. Jurnallari bilan ko'rishini o'zingizlar baho beringlar. Bu tomonda boshqacha rasvetkasida olib kelib qo'yganmiz, mana boshqacha ko'rinishda qilganmiz. Xohlagan ko'rinishda qo'ysalaringiz bo'ladi. Yana 2-3 ta yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa tez kunda Alfraganusda showroomimizga olib kelib qo'yamiz. Manzilimiz joylanki so'rasin. Manzilimizga keladigan bo'lsangiz, Zo'r TVning mostidan tushganda Chinatown restorani bor. O'sha restoranning orqasida yoki Yandexning o'zi Alfraganus targoviy sentr deb yozsalaringiz chiqadi. Shuni ikkinchi etajda Atlas mebel do'konida. Eshikdan kiraverishda mana chap qo'lda bizning do'konimiz joylashgan. Sizlar bilan Davronbek bo'ldi. Xudo xolasa
yangiliklarni ulashishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, like va podpiska bosishni unutmanglar. Sizlarga ham shunaqa yuqori sifatda va hamyonbop narxdagi mebellar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar.